Assalomu alaykum. Uzoqda savdo 505 obunachilari. Arzon Lacetti so'ragan obunachilarimizga yana bitta Lacetti kelib qoldi. 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Old orqalari butun, kraskalari bor. 120-30% yurgan. Probegi 620 ming bo'lsa kerak. Ikkinchi pozitsiya. Chexol poli, salonlari zo'r holatda. Monitorlar qo'yib qo'yilgan. Hop. Balonlari ham zo'r, ideal holatda. Mashinamiz metan balonda. Zapaskalari bor, orqalari butun. Oldilarini ko'rsatamiz. Narxi вообще arzon. Qiziqqanlar bo'lsa, ekranda nomer qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqilaveradi. ABS, konditsioner, gidravlika, 8 motor, akkumulyatorlari zo'r. Narxini 4700 ga bo'lsa berib yuboramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.